Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Osiyo Kubogi U17 musobaqasining yarim final o'yinlari ham ortda qoldi. Birinchi yarim final o'yinida musobaqa mezbonlari saudiyaliklar Janubiy Koreya o'smirlariga qarshi maydonga tushdi. O'yinning asosiy vaqtida 1-1 hisobida durang o'ynagan jamoalar penaltilar seriyasida o'zaro kuch sinashdi. Penaltilar seriyasida saudiyaliklar 3-1 hisobida g'alaba qozonib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ikkinchi yarim final o'yinida Shimoliy Koreya o'smirlariga qarshi maydonga tushgan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi yirik 3-0 hisobida g'alaba qozonib, Osiyo Kubogi finaliga yo'l oldi. Uchrashuvdan so'ng jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Birinchi navbatda barchani qo'lga kiritilgan qiyin g'alaba bilan tabriklayman. Avvalo futbolchilarga rahmat aytaman. Bugun xarakter ko'rsatishdi. Sababi raqib juda kuchli jamoa edi. Ayniqsa jismonan hamda funksional jihatdan hozirgi bu yoshdagi eng kuchli jamoalardan biri edi. Sababi raqibga oxirgi o'yinlarni o'rganganimizda ham jamoa 90 daqiqa davomida tinimsiz pressing o'ynayotgan jamoalardan biri edi. Shuning uchun bugungi o'yinga tayyorlangan strategiyamizda maqsadimiz ularga o'sha o'z o'yinini qarshi ko'rsatish, shu 90 minut davomida biz ham pressingda harakat qilish. Sababi ularga agar imkoniyat qoldiradigan bo'lsa, mana qolgan o'yinlarda raqiblar ko'pincha ikkinchi zonada himoyalanishdi va shuning natijasida ko'p gol o'tkazib yuborishgan. Biz shuning uchun o'zimizni himoyamizni 3-zonada raqib himoyasidan boshlab qurishga harakat qildik. Va bu narsalar o'yindan oldin o'ylangan barcha rejalarimiz amalga oshdi. Allohga shukr. Buning uchun keyingi maqsadimiz albatta bir qadam qoldi. Xudo xolasa Osiyo chempioni bo'lib, yorug' yuz bilan yurtimizga qaytish.